Jinni bu. Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchilar. Mana yana bitta stanogimiz Andijonga ketyapti. Jahon bozorining yoniga. Mana bu stanogimizda deko stullar, kreslo stullar, Milano undan boshqa to'qima stullardan qanaqa stullar bo'ladigan bo'lsa, hammasini chiqarsa bo'ladi. Kimga mana shunaqa stanollar kerak bo'ladigan bo'lsa, qoliplari bilan chiroylab tayyorlab beramiz. Mana stanogimiz Andijonga ketdi, hozir Jahon bozori oldiga. Mana biz ishxonamizda paxta gulli stanok, kichkina mini stanokchamiz. Yana bu tomonda elektron valsopka. Kachilalarni, stoykalarni qayirib beradi, kachilalarni qayirib beradi. Kimga mana shunaqa stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Chiroylab, cho'tka qilib tayyorlab beramiz. Keyin bizda kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, pechka turba ishlab chiqaradigan stanoklarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Ism nomer qoldirib qo'yamiz. Keyin kimga qiziq bo'lsa, ekonomishni eko pechka deydimi, o'shanaqa pechkalarda mana zagadovkalar tayyor bo'lyapti. Hozir kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana bunaqa to'qima stullar. Tayyor deko stullarimiz. Sifati a'lo darajada. Kimga necha kishilik, nechtalik stol deyishsa, tayyorlab beraveramiz. Bu tayyor bo'ladigan jarayonlar. Zagadovkalari bu. Kimga shunaqa stol yoki stol ishlab chiqaradigan stanoklar bo'ladigan bo'lsa, mana nomerimizni qo'llayapsizlar. 483 93 483 1991. 7 ga 24 aloqadamiz.